هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sure Ankabut Mekke'de nazil bo'lgan 69 ayet. En şefkatlik, en mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rastçılarını çokum bilidi. İmanida yalğançılarını mı çokum bilidi. Yaman iş qiladiganlar bizden yani azabımızdan qichilib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Kimning rastçıl, kimning yalğanç ekanligini bilish uchun mu'minlarning sinildiganligi to'g'risida. Üzüp o'qiladigan alif va harflar haqida Sura Baqaraning 5ida so'zlanganligi uchun bu yerda qayta takrorlash hojatsiz. Allah Taala mundaq deydi. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Bu oyatning ma'nosi pok va yuksak Allah mu'min bandalarni ularning iymoniga yarasha cho'qim sinaydi degandan iboratdir. Bu haqda Imom Tirmiziy payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. En ig'ir sinoqqa duch keladigan insonlar payg'ambarlardir. Ulardan qolsa solih odamlardir. Ulardan qolsa ulardan bir daraja to'van odamlardir. Ondan qolsa ulardan to'vandikilardir. Bir odam iymoniga yarasha sinildi. Agar u iymoni mustahkam odam bo'lsa, ig'irroq sinoqlarga duch keldi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey mu'minlar jamiyasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar? Sura Tavbadami o'xshash mazmunda bir oyat bor. Allah Sura Baqarada mundaq deydi. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan kulpatlarga uchirmay turib jannat kirishni o'ylamsizlar? Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulpatlarga uchirgan va cho'chitib o'tilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allah'ın bizge va'da qilgan yardımı qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allah'ın yardımı haqiqatan yaqindir. Shuning uchun Allah Taala bu yerdimi mundaq deydi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rastçılarni cho'qim biladi. Imanida yalg'onchilarni cho'qim biladi. Ya'ni iman davasida rast aytganlarni biladi. Yalg'on so'zlaganlarni biladi. Pok va yuksak Allah
vücudga kelgan va keladigan narsani biladi. Vücudga kelmagan, agar vücudga kelib qolsa, qandoq keladigan narsani obdan biladi. Bu Sünni mezhep aqidesideki musulmonlarning birlikka kelgan fikridir. Buni İbn Abbas radiyallohu anhuma va boshqalarmu Alloh taolaning iblisning ular, ya'ni agach kuchlar ustidan vasvasa qilish bilan hukmronlik qilishi faqat bizning oxiratga iymon etuvchilar bilan uningga shak keltirguchilarni bilib olish uchundir degan oyatidagi bilib olishimiz uchundir degan so'zini ko'rib olishimiz uchundir deb tafsir qilib ta'kidlagan edi. Chunki ko'rish faqat mavjud narsaga qartilgan bo'lib, bilish ko'rishga qaraganda ommabop ma'noga ega. Shunga u mavjud bo'lgan va bo'lmagan narsaga qartildi. Yaman ish qilguvchilarning Alloh taoladan qechib qutula olmaydiganligi to'g'risida. Yaman ish qiladiganlar bizdan qechib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yaman? Ya'ni iymon etmaganlar bu sinoqdan qechib qutulamiz deb o'ylamasin. Kelgusida ularga beriladigan azob oqibat buningdanmi ig'ir va qattiqdir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Yaman ish qiladiganlar bizdan qechib qutula olmaymiz deb o'ylaydi. Ya'ni ular bizni jazolashga qodir bo'la olmaydi deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yaman? Ya'ni ularning o'ylagan narsasi nima degan yaman? Kimki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. Kimiki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Allah haqiqatan tamomiy ahli jahondan behojatdir. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'q chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. Allah yaxshi odamlarning orzusini amalga oshirib berdiganlik to'g'risida. Kimiki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni qiyomat kuni Alloh taolaga muloqot bo'lishni umid qilib, yaxshi amallarni qilgan va Alloh taolaning huzuridagi katta savobni orzu qilgan odamning orzusini Allah haqiqatan kelgusida amalga oshirdi. Amaliga to'liq va komil mukofot berdi. Bu cho'qim ish qashidi. Chunki Allah duoni anglab turg'uchidir. Har qanday shaylarni ko'rib turg'uchidir. Kimki jihad qiladigan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Kimiki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladigan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Allah bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, bandalarining tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimiki yaxshi amal qiladigan, uning foydasi o'zi uchundir. Ya'ni kim yaxshi amal qilsa, uning amalining foydasi cho'qim o'ziga qaytadi. Alloh taolo haqiqatan bandalarning amallaridan behojatdir. Agar ularning hammasi eng taqvo bir odamning qalbidek taqvodorlardan bo'lsa-mu, ularning bu taqvoligi Allohning mulkidan qilch narsani ziyoda qilishga ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Kimiki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Allah haqiqatan tamomiy ahli jahondan behojatdir. Ondan Alloh taolo o'zining tamomiy insonlardan behojat turuqliq, ularga yaxshilik va ihson qilgan turuqliq
iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan odamlarni eng yaxshi mukofot bilan mukofotlaydiganligini xabar qildi. Allah ularning eng yomon amallarini yo'q chiqardi. Ular qilgan eng yaxshi amallar bo'yicha savob berdi. Azroq yaxshi amallarni qabul qilib, bir yaxshilikqa 10 dan 700 hassigacha ziyoda savob berdi. Bir yomonlikqa o'ziga o'xshash bir jazo berdi. Yoki uni afu qildi va kechirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Allah bu yerda mundaq deydi: Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'q chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagan. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Ota-onaga yaxshilik qilishga buyurish to'g'risida. Allah Teala bendilerini tevhidga chin yetishishga ilhamlandırgandan keyin ularni ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi. Chunki insonning vujudga kelishiga haqiqatan ota-ona ikkisi sababchidir. U ikkisi ota uning ta'minotini hal qilish bilan, ona uningga ko'yinib beqish bilan uningga g'oyat zo'r darajada yaxshilik qiladi. Shunga Allah Teala mundaq deydi: Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'ling ostida bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkallamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan, nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyalaganidek ularga marhamat qilgin degin. Allah ota-onaning burun qilgan yaxshilik uchun ularga ko'yinish, mehribonlik qilish va yaxshilik qilishga tavsiya qilish bilan birga mundaq deydi: Agar ota-onang sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Ya'ni agar ular mushrik bo'lib seni o'zlarining diniga ergishishga majburlasa, esingda bo'lsinki, bu haqda ularga hargiz itoat qilmagin. Sizlar qiyomat kuni cho'qim mening dargohimga qaytib kelasizlar. Ondan sana sening ota-onangga qilgan yaxshiliking uchun o'z diningda savrichanlik bilan ching turganliging uchun mukofot beraman. Gerçi sen dunyoda ota-onangga eng yaqin kishilardan bo'lsangmi, seni ota-onangning jamiyasi bilan emas, seni ota-onangning jamiyasi bilan emas, yaxshi kishilar bilan birga yig'iman. Chunki inson qiyomat kuni cho'qim o'zaro diniy jihatda yaxshi ko'rgan odam bilan birga to'planadi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Iymon etgan va yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Tirmizi bu ayetning tafsirida Sa'id radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Mening haqqimda 4 oyat nozil bo'ldi.
u sözünü davom qilib aytdi. Anam bana Allah seni yaxshilik qilishga buyurmadimi? Allah bilan qasamki, men o'lgicha bir narsa yemayman. Suv ichmayman yoki sen kafir bo'lsan dedi. Said mundaq deydi. Ular anamga bir narsa yegizganda onun ig'zini majbur ichib yegizatdi. Ondan Allah bu oyatni nozil qildi. İnsanni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdi. Agar ota-onang sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagan. Bu hadisni İmam Ahmad, Muslim, Abu Davud va Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. Ba'zi kishilar Allohga iymon etdik deydi. Allah'ın yolida birer eziyet tatsa, kişiler tarafından yetken külpetni Allah'ın azabı bilen okşaş bilidir. Eğer Rabbinden medet kelse, biz hakikaten sizler bilen billi idik deydi. Allah cihan ehlinin dillerdikini hemmeden obdan bilmemdi. Allah müminlerini çokum bildi. Münafıklarını çokum bildi. Münafıklarının adetleri ve Allah Teala'nın sınaş yolları doğrusunda. Allah bu ayette kızlarda iman etkanlıklarını dava kıygan, lekin iman ulanın dillerine ornamagan yalgancı kavminin süpetlerini haber kıldı. Dünyada ulağa birer erziyet ve külpet kelse, ula bunu özlerine Allah tarafından kelgen azap dep itikat kılıp, İslam'dan yeni oladı. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ın yolunda birer eziyet tatsa, kişiler tarafından yetken külpetni Allah'ın azabı bilen okşaş bilidir. İbn Abbas radıyallahu anhu bu ayet hakkında mındaq deydi. Onun yetken külpetinin manisi, eğer o Allah'ın yolunda birer eziyet tatsa, dinden yeni oladı deganlikdir. Salaf ulamalarımı muşundaq dedi. Bu ayetning mazmuni Allah'ın tövendiki ayetinin mazmununa tamamen okşaydı. Bazılar Allah'a şek şübhe bilen, yani turaksız aldı ibadet kılıdı. Eğer onun yaxşılık yetse, dini de turdu. Mundaq adam münafık bulup, Allah'a dili bilen emas, fakat tili bilen ibadet kılıdı. Eğer onunla baxtsizlik yetse, dinden yeni oladı. O, dünya ve ahireti ziyan tatıdı. Bu roşen ziyandır. O, Allah'ını koyup, paydı ziyan yetkizelmeydiğen butku çokunudu. Bu, çonkur gumrahlıktır. Eğer Rabbinden medet kelse, biz hakikaten sizler bilen billi idik deydi. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Rabbinden yıkındı medet gelip sizler galbi kıysanlar ve ganimet alsanlar, en şu münafıklar sizlerge, biz hakikaten sizler bilen billi idik. Yani biz sizlerin dini kırındeşinlarımız deydi. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Ula yani münafıklar sizlerge hadisi kelişini kütüdü. Eğer sizler Allah'ın nusretiga erişsanglar, ula biz sizler bilen billi emasmidik, kafirlardan algan ganimetlerden bizge mi beringlar deydi. Eğer kafirlar zafer tapsa, ula kafirlarga biz sizlerden g'olib bulup durup, sizlerni öldürmedik emasmi? Sizlerni müminlerden saklamadık mı? deydi. Allah Resulullah'a, Müslümanlarga g'alaba ato qiladi. Yoki bir ishni maydonga keltirdi de ko'nglida yoshirg'ini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarni do'st tutganligi uchun ular nadomat chekadi. Allah bu yerde ulardan xabar qilib mundaq deydi.
agar Rabbingdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Allah jahon ahlining dillaridagini hammadan obdan bilmamdi. Ya'ni gerçi ular sizlarga o'zlarining sizlar bilan bir dinda ekanligini oshkor qilgan bo'lsa-mu, Allah ularning dillarida yo'shirgan, ko'ngillarida maxfiy tutgan niqob, nifoqni bilmamdi. Allah mu'minlarni cho'qim biladi, munofiqlarni cho'qim biladi. Ya'ni Allah kishilarni albatta mu'minlardan munofiqlarni ayirish uchun kulfatlar va ne'matlar bilan sinaydi. Kimiki Alloh taologa qiyinchiliklarda va kengchiliklarda itoat qilsa, u faqat o'z foydasi uchun Alloh taologa itoat qilgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ishinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga, sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar Allah nihoyatda cho'ng sinoq va imtihon bo'lgan Uhud urushidan keyin mundaq dedi: Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmag'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi petinglarcha qo'ymaydi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Ankabut tafsiridan 11. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.